Prezidentning mamlakat tadbirkorlari bilan ochiq muloqoti. Hech bir davlatda bo'lmagan unikal tajriba. O'zbekistonning 500 ga yaqin o'z o'rniga ega tadbirkorlar yig'ilgan va ilk bor 25 mingga yaqin biznes hamjamiyatini birlashtirgan bu yilgi ochiq muloqotda bu kunning ahamiyatini so'radik. Har yili 20-avgustda biz intiqlik bilan kutamiz. Bu bizlar tadbirkorlarning tug'ilgan kunimiz. Bu format juda ham zo'r bo'lyapti. Bu yana O'zbekistonga mehri, muhabbat oshib ketadigan tadbir bo'lyapti. Samolyotda uchib yurimiz hozir haqiqiy ma'noda tarixiy bo'ldi. Shu paytlarga ham yetib keldi, qadrlash kerak. Biz ko'rmaganmiz bunaqa narsalarni. O'zbekiston prezidentining oxirgi 10 yillikda mamlakatimizda biznes muhitini tubdan transformatsiya qilish siyosati bugun ana shunday katta kapitalga ega kompaniyalar ko'payishi, tadbirkorlik muhiti o'sishi, mamlakat iqtisodiyoti baquvvatlashishi, yangi ish o'rinlari ko'payishi, yuqori texnologiyalar kirib kelishi, yangi bozorlarni egallash, umuman O'zbekistonning jahon darajasidagi mavqei yuksalishi bilan o'z natijasini beryapti. Ammo bu prezident uchun chegara emas, marra ham katta. Unga erishish uchun esa davlat rahbari eng yaxshilarini biznes egalariga ulashishdan charchamayapti. Bu haqda keyinroq yana to'xtalamiz. Hozir esa tadbirkorlar bilan muloqotning unutilmas voqealiklaridan biri. Yangi O'zbekiston tadbirkorlarining mehnatlari prezident tomonidan yuksak e'tirof etilgani haqida to'xtalsak. Prezidentning biznes muhitiga keng yo'l ochishi natijasida MyFreighter va Centrum Air aviakompaniyalari qisqa 3 yilda 30 ga yaqin yo'lovchi va yuk tashish samolyotiga ega bo'lib, xususiy aviakompaniya sifatida Markaziy Osiyoda eng yetakchi yuk va yo'lovchi tashish havo flotiga aylandi. Centrum Holding kompaniyasi endi e'tibor bering, 2 milliard dollarlik kompaniya sifatida IPO ga chiqmoqda. Kompaniya rahbari prezidentdan do'stlik ordenini qabul qilib oldi. Mukofotdan juda ham minnatdormiz. O'sha bizni aviatorimiz xuddi etilgandek samolyotda uchib yurimiz hozir. Bu e'tibordan, bu ardoqlashdan prezidentimizga ming rahmat. 2023-yil aviakompaniya sifatida registratsiyadan o'tganmiz. Biz shu kungacha 30 ta samolyot qildik. Yarmi gruzovoy flot, yarmi passajirskiy flot. Shu yil oxirigacha flotimizni 40 taga yetish kerak. 10 ta samolyot kutyapmiz. Keyingi yil oxirigacha 65 ta samolyotga yetishimiz kerak. 2029-yil oxirigacha 100 ta samolyotga yetkazamiz. Hozirgi kunda imzo chekilgan kontraktlarimizning soni 75 ta samolyotga yetadi. Prezidentimiz bizga yaratib bergan imkoniyatlar ketidan biz Markaziy Osiyoning eng yetakchi gruzovoy aviakompaniyasiga aylandik. Hali bizdagi 11 ta, 12 ta flotli gruzovoy aviakompaniya yo'q butun Markaziy Osiyoda. Bu faqat va faqat prezidentimizning transformatsiyalari bildirgan ishonchlari, yaratib berilgan yangi imkoniyatlar natijasida bo'ldi. Bugun prezidentimiz ko'p eksport to'g'risida gapirdilar. Xudo xolasa biz shu yil eksportimizni 1 milliard dollarga yetkazishimiz kerak. Kompaniyaning umumiy qiymati qancha? Kompaniyamizning umumiy qiymati biz 2026-yil finansiy otchotlariga ko'ra 2027-yil birinchi kvartalida IPO qilishimiz kerak. Qiymatimiz 2 milliard dollarga baholanadi holding bo'yicha. Qoraqalpog'istonda birinchi 5 yulduzli mehmonxona qurib, hududning sayyohlik salohiyatini oshirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan tadbirkor Ikrom Yo'ldoshev do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Ochig'ini aytsak, kamtarona mehnatimizni baholab davlat mukofoti berdi. Bu davlat mukofoti bizlarga juda katta vazifalar yuklaydi. Prezidentga ham aytdim, 5 yulduzli mehmonxona qurib, Ramada Baymit qilib respublika Qoraqalpog'istonda birinchilardan bo'lib ochdik bu mehmonxonani. Hozir 240 o'rinli ishga tushirdik. Hozir bir 200 odamga bordik ish o'rinlarimiz. Endi yana 100-150 odamni ish o'rni yaratamiz. 500 odamga boramiz, xudo xolasa. Hurmatli prezidentimizdan juda minnatdormiz. Mana bizlarning qo'llab-quvvatlab, agar shu kishi qo'llab-quvvatlamanda bunday tadbirkor bo'lishim juda qiyin edi. Men ochiq aytadigan bo'lsam, u kishining bir aytgan gapi bor. Kimda kim tadbirkor bo'lib, ikkita ish o'rin yaratsa, egnimda ko'taraman degan so'z birinchi gapdan keyin tadbirkorga qo'l urdim. Men ochiq aytadigan bo'lsam. Va bugun bu narsani va'damda sobitman dedi. Ha, mana hozir aytaylik. Bitta mehmonxona qurdim. Undan uy mehmonxonasi qurdik. 3-chi mehmonxonani qurdik hozircha. Shu prezidentimizning bir og'iz bizlarga bergan motivatsiyasi.
Aslida tadbirkorning kayfiyati mamlakat iqtisodiyoti, biznes muhitini aks ettiradigan har qanday statistik raqamdan ko'ra aniqroq barometr bo'lsa kerak. Mana bu yil prezidentimizni e'tiroflari bilan mukofot oldik. Bunga juda ham katta rahmat. O'pshi ovqatlanish bizaniki Ahmad Oltinjo'ja. Mana oldin bizda bitta filialimiz bo'lardi. Mana hozir shu kunga kelib 5 ta bo'ldi. Rivojlanish juda ham tez ketyapti. Hozirgi tadbirkorlarga shunaqa chiroyli sharoitlar qilib berishyaptiki, ishlab odam zavqlanadigan paytlar keldi. Biz faoliyatni mustaqil bo'lishimiz bilan 91-yildan boshlaganmiz. U paytda kichkina kafelar edi. 2016-yilgacha bitta filialimiz bo'lgan. 15 yil, 20 yilga yaqin bitta filialda ishlaganmiz. 2016-yildan keyin o'sha 5 ta filialga qarab ketdik. Ish o'rinlari 30 ta, 40 ta bo'lardi avval. Hozir har bitta restoranimizda 150 tagacha odam ishlaydi, o'pshi 700 taga yaqin odam ishlayapti. Bu prezidentimizning sharofatlari, shunaqa siyosatlari, tadbirkorga berayotgan imkoniyatlar, shunaqa ekanki, pulni yig'maydi tadbirkor, antikom qo'ymaydi. Tadbirkor yanada qurib, yanada chiroyli narsalar qilishga ketaverar ekan. Mana bunaqa sharoitda. O'shaning uchun hozir juda ham xursandmiz. Umrlar uzoq bo'lsin, juda tadbirkorlarga zo'r sharoitlar yaratilyapti. Xonimlar va janoblar, mamlakatimiz mustaqilligining 35 yiliga arafasida yangi O'zbekiston tadbirkorlari bilan ochiq muloqotda kutib olamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Prezidentning mamlakat tadbirkorlari bilan ochiq muloqoti. Bu davlat va biznes o'rtasidagi devorni ko'prikka, qo'rquvni samimiy muloqotga, muammolarni yechimga aylantirishda yangi O'zbekiston tajribasi sifatida biznes uchun fundamental poydevor yaratdi. 5 yil oldin sizlar bilan ochiq muloqot o'tkazish bo'yicha an'anani boshlab biznesga to'siq bo'lgan minglab masalalarga birgalikda yechim topdik. Bu borada 84 ta qonun qabul qilindi. 861 ta farmon va qaror qabul qildik. Nima uchun? Tadbirkorlarimizga sharoit yaratib, yangi ish o'rinlarini ko'paytirish, odamlarimizning uzoqqa bormasdan mahallasini o'zida daromadli qilish uchun mana shu qonun, farmon, qarorlarni qabul qildik. Keling, yangi tashabbuslarni ham qisqa tahlil qilamiz. Endi nima o'zgaradi? Biznesni endi boshlayotganlar 5 milliard so'mgacha kreditni onlayn rasmiylashtirishi mumkin bo'ladi. 10 milliard so'mgacha kreditda garovning 30%ni davlat, 30%ni biznesni kafolatlash kompaniyasi, 15%ni banklar o'z zimmasiga oladi. Tadbirkorning o'ziga 25% garov topish kifoya qiladi. Davlat aktivini sotib olishda esa avans 30% dan 15% ga tushiriladi. Ko'plab tadbirkorlarning elektr energiyasi va gaz uchun 100% oldindan to'lov qilish aylanma mablag'ini qisqarayotganini bildirgani davlat rahbari tomonidan inobatga olinib, endi Asque va Asquk tizimiga ulangan to'lov intizomini buzmagan korxonalar uchun avans 15% bo'ladi. Oxirgi yillardagi bunday tizimli siyosat biznesning har qanday yo'nalishida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar bermoqda. Mana shunday imkoniyatlar bugun yirik elektr iste'molchilari bo'lgan ishlab chiqaruvchilar faoliyatini yanada rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Bugun institutsional takliflar bo'ldi, ya'ni fundamental takliflar bo'ldi. Bu takliflarning har biri, har holati bizni ishlab chiqarish korxonalarimiz bilan bevosita shularga taalluqli bo'ldi. Biror masala bo'lmadiki, bizga aloqasi bo'lmagan. Eng muhimi albatta biz ishlab chiqarish jarayonimizda, tadbirkorlik faoliyatimizda bizda erkinlik faoliyatimizni 2009-yilda 7 kishi bilan boshlaganmiz. Ayni paytda xodimlarimiz soni 885 kishidan iborat. Loyihamiz qiymati $420 million. 2 ta zavodimizni ishga tushirdik. Undan keyingi etapdagi korxonalarni qurish harakatidamiz hozir. Xudo xolasa loyihamiz ishga tushganidan keyin neft kimyo sohasidagi bazaviy xomashyoga ega bo'lamiz. Undan keyin ikkinchi etap qurilishlarimiz boshlanadi. Bu qurilishlarda biz birinchi etapda olingan bazaviy xomashyoni chuqur qayta ishlash mexanizmini boshlaymiz. Tadbirda shunaqa qulayliklar berdilar, ham kredit yo'nalishida, ham ta'lim yo'nalishida, ham eksport yo'nalishida. Eksport yo'nalishida masalan shunaqa osonchiliklar berdiki, masalan 180 kun deb
qo'rqib o'tirardik, endi 365 kunga oshirib berdilar. Qarzdorliklarimiz bor edi, o'sha qarzdorliklarimizni yopishga o'zimiz pul qo'yib eksportniy vyruchka deb qabul qilishimizga yo'l qo'yib berdilar. Keyin yana bitta asosiy narsalardan biri elektr energiyasi bilan bo'lgan muammoimiz edi. Pulimizni oldindan vaqtli to'lab qo'yishimiz kerak, o'chib qolishidan qo'rqardik. Endi 15% to'lasak turar ekan. IPOga chiqaman degan tadbirkorlarga bemalol men senga xarajatlaringni qoplab berishga yordam beraman deyaptilar. Tadbirkorga bunaqa sharoit bo'lmagan. Bugun yaratilayotgan mana shunday biznes muhiti nafaqat minglab ish o'rinlari yaratish, sanoat rivoji, shu bilan birga milliy brendlarning eng rivojlangan davlatlar bozorlariga kirib borishiga imkon bermoqda. Prezidentimiz bilan mana bu yil 6-chi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda ishtirok etish. Bu har yili kiritilayotgan islohotlar, prezidentimiz tomonidan ko'tarilayotgan tashabbuslar biz tadbirkorlarni faqatgina bizga stimul bo'ladi, bizga motivatsiya bo'ladi. Ya'ni kompaniyamiz faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, yangi eksport bozorlariga chiqdik, yangi mahsulotlar eksport qilishni boshladik. Bu narsa yangi ish o'rinlari yaratildi. Yaqinda mana 2ta yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qildik. Biz 10 yil oldin bizani hayolimizga ham kelmagan, tushimizga ham kirmagan. Umuman olganda bugungi kundagi tadbirkorlik uchun, tadbirkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bularning hammasi prezidentimizni olib borayotgan islohotlari tufayli. Bizani kompaniyamizda mana ochig'ini hisob-kitobdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, har 5 yilda 2 barobar o'sish, ya'ni oxirgi 5 yilda 2.2 barobar o'sishga erishildi. Bu faqatgina mana shu olib borilayotgan islohotlarning natijasi deb o'ylaymiz. Ishchi o'rinlari bu yil o'zida mana yangi ochilgan zavodda o'zida 2500 ga yaqin yangi ishchi o'rni yaratildi va yil so'ngiga qadar buni 5000 gacha oshirishni reja qilganmiz. Nafaqat elektrotexnika mahsulotlari, bu yil o'sha yangi turdagi mahsulotlarimiz bilan Amerika bozoriga, Vyetnam bozoriga, yangi bozorlarni kashf qildik. Endi kirishni boshladik. Mana bu yil bularni karrasiga oshirishni o'zimizga reja qilib qo'yganmiz. Prezidentimiz sog' bo'lsinlar, qo'llab-quvvatlab mana Amerikaga o'zlari yo'l ochib berdilar. Amerika bozoriga kirishni boshladik, eksport qilishni boshladik. Buni biz karrasiga oshirishni reja qilganmiz, bajaramiz bularni. Bugun prezident yosh tadbirkorlardan chempion tadbirkorlargacha barcha biznes egalarini birdek qo'llab-quvvatlamoqda. Xotirjamlik bo'lmagan joyda erkinlik ham, rivojlanish ham, yangilikka intilish ham bo'lmaydi. Shu bois kichik biznesda inson sog'lig'i va boshqa tadbirkorlar manfaatiga zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lmagan har qanday tekshirish uchun 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilamiz. Yana bir muhim yangilik, endi o'rta va yirik tadbirkorlar korxonasini ixtiyoriy profilaktik auditdan o'tkazsa, xulosani soliq organlari tan oladi. Muhimi, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilgan tadbirkor jarimaga tortilmaydi va ushbu davr uchun soliq organi tekshiruv o'tkazmaydi. Ayniqsa bu muloqotda aytilgan tadbirkor va davlat o'rtasidagi nizolarda tadbirkorning haqlilik prezumsiyasi joriy etilishi, tadbirkorning aybi sudda isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanishi va unga jarima yoki boshqa ta'sir choralari qo'llanmasligi, shuningdek birinchi xato uchun ogohlantirish qoidasi joriy etilishi yaqin o'tmishda maska shoularini boshdan o'tkazgan, aybsiz oylab qamoqda umrini o'tkazgan, mol-mulki talon-taroj qilingan, huquqini talab qilish u yoqda tursin, dardini kimga aytishni bilmagan tadbirkorlar uchun bu kunlar yetib bo'lmas orzu bo'lgan bo'lsa ajab emas. 30 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Ko'p narsani ko'rdik. Alhamdulillah mana shu paytlarga ham yetib keldi. Qadrlash kerak. Biz ko'rmaganmiz bunaqa narsalarni. Prezidentimizga har kelganda deymiz, minnatdorchilik bildiramiz. Doim bizani qo'llab-quvvatlaganiga, bizning O'zbekistonimizdan bu rivojlanishga biz ham hissa qo'shib olganimiz uchun ham minnatdorchilik bildiramiz. Yangi O'zbekistonning yosh tadbirkorlari oldida bugun avvalgi to'siqlar yo'q. Ular faqat biznesni rivojlantirish haqida o'ylamoqda. Bugungi mana ochiq muloqotda shunaqa katta e'lonlar qilindi davlat rahbari tomonidan. IT sohasida ishlayman, IT ekotizimlari bilan biz shug'ullanamiz. Sun'iy intellektga shunaqa katta e'tibor berilayotganligim juda katta xursand bo'lib ketaman shuni ko'rib. Sun'iy intellektga agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, davlat tomonidan 50% gacha xarajatlar kompensatsiya qilinar ekan. Bu juda
katta yutuq deb o'ylayman va juda katta natijalarni olib beradi tadbirkorlarimiz. Yanada ko'proq ishlab, yanada ko'proq O'zbekistonga investitsiya qilib, yanada ko'proq texnologiyalarni ekotizimlarni rivojlantirishni maqsad qo'ydik o'zimiz. Bu uchrashuv har doimgi uchrashuvga o'xshab juda ham ko'p tashabbuslar, juda ham ko'p yengilliklar bilan esda qolarli bo'ldi. O'zi shundoq ham oladigan bo'lsak, tadbirkorlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan edi. Va bugungi uchrashuvdan keyin, ayniqsa misol uchun kredit olishda 25% ta'minot masalasida yoki soliqdan bo'lgan yangi preferensiyalar masalasida juda ham ko'p yengilliklar paydo bo'ldi. Va endi men o'ylayman, har bir tadbirkor, xoh kichik biznes bo'lsin, xoh o'rta biznes bo'lsin, o'z ustida yanada ishlashi, ko'proq rivojlanishi va yangi ish o'rinlarini yaratishga majbur deb o'ylayman. Chunki bunaqa imkoniyatlar bo'lib turib, o'z ustida ishlamaslik albatta imkoniyatlardan foydalanmaslik degandir. Bu rag'bat, bu imkoniyatlar O'zbekiston iqtisodiyoti rivoji, xalqi farovonligini o'ylab qilingan prezident siyosati. Bir narsa aniqki, navbatdagi ochiq muloqotda ham prezident yangi imkoniyatlarni biznes egalariga tuhfa qilmay qolmaydi. Ungacha esa bunday imkoniyatlarni hayotga tatbiq qilish, oddiy aytganda, hazm qilishning o'zi ham bir katta mahorat. Ishbilarmonlardan esa imkoniyatni mablag'ga, daromadni yangi texnologiya, ish o'rniga aylantirishda ularga g'ayrat, kuch-quvvat tilab qolamiz.